so'g'idiga mana pashta qotdi. 6 dona qotish kerak. 6 ta donaga boltga yetmadi. Hatto qolgan hamma narsasi bo'ldi. 6 ta donaga. 6 donaga boltga bo'lsa o'shanda tugaydi. 55 kilovatimiz tugaydi. 52,5 tugaydi xolos qalam. 52,5 ga hisoblasangiz. 52,5 tugaydi aka. 6 dona boltga yetmadi. Hatto hamma narsa bo'ldi. Mana bular ham bo'lgan. Mana bu ham bo'lgan. 6 dona bo'ladi aka, qolganini qirqib olib tashlayman. Karkas. Chunki vaqtida bilmasdik-ku qancha razmer nima bo'lishi. O'shanga qarab olib tashlaymiz aka. Xullas qalam 52,5 bo'ladi mana bu. Ikkalasi 52,5 bo'ladi. Bu bir nariga ikkalasini qo'shganingizda 52,5 bo'ladi kilovat. Hatto bo'ldi. Endi bu yoqqa kabel invertor kerak.